Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya ve Angliya Tinch okeandagi orol davlatlari bilan bo'lgan iqtisodiy va diplomatik munosabatni kuchaytirish uchun rasmiy guruh qurdi. Ko'k Tinch okeandagi sheriklar deb atalgan bu guruhga Tinch okean rayonini kuchaytirish va Tinch okeandagi orollar bilan dunyoning boshqa joylari o'rtasidagi iqtisodiy aloqani kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu birlikning qurilishi Xitoyning Tinch okeandagi chet el mablag'iga muhtoj orol davlatlar bilan bo'lgan iqtisod, harbiy va soqchi sohalarda munosabatni kuchaytirishga urinayotgan mezgilga to'g'ri keldi. Uyg'ur harakatining ijroiya mudiri Roshan Abbas Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida taratqularning ziyoratini qabul qildi. Roshan Abbas Germaniyadagi donliq gazetlarning biri bo'lgan Dunyo gazetining Germaniyaning yanada tarixning to'g'ri tarafida turish prinsipi va mavzuliq ziyoratini qabul qildi. Donliq riyosatchi Daniel Friedrichning savollariga javob bergan Roshan Abbas Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik haqida to'xtalib bundoq dedi. Doktor bo'lgan Hadam Gulshan Abbas 2018-yil 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Uyg'urlarni butunlay yo'qotishni maqsad qilgan Xitoy bilan bir tarafda turganlar irqiy qirg'inchilik jinoyatining sheriklaridir. 21-asrdagi insoniyatga qarshi elib berilgan eng og'ir, eng chong ofat Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va irqiy qirg'inchilikdir. Rossiya parlamenti Davlat Mudofaa komitetining a'zosi general Andrey Gorlev Rossiyaga yurgizilgan embargo va Kaliningrad kirgizilishi haqida to'xtalib mundoq dedi. London Shimoliy Atlantik akti tashkiloti bilan bo'lgan urushda tunji bo'lib zarba beradigan joy bo'ladi. Amerika Oliy sud mahkamasi 2 kun ichida 2 turli qaror chiqarish orqali necha 10 yil davolashib kelayotgan masalalarda Amerikaning 2 muhim qonuniy hukmini o'zgartdi. Oliy sud mahkamasi payshanba kuni Nyu-York shtatida 1911-yildan buyon ijro qilinayotgan yoshirin qurollarni saqlashni cheklashning asosiy qonunga xilof ekanligini e'lon qildi. Orqadan 1973-yildagi sudning bola tushirish operatsiyasining asosiy qonundagi haq ekanligi to'g'risidagi qarorni o'zgartib, bola tushirishni asosiy qonun huquqi emas deb hukm qildi. O'zbekiston Cumhuriyeti, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiyaning a'zoligi bilan qurilgan Xalqaro Turk akademiyasiga kuzatchi salohiyati bilan qatnashdi. Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultondagi Xalqaro Turk akademiyasi binosi oldida O'zbekistonning bayrog'ini chiqarish murosimi o'tkazildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres Germaniyada o'tkazilgan yer shari yemeklik bexatarligidagi ko'p xil xirisga taqobil turish nomli yig'inga sinliq uchur avatgan bo'lib, u mundaq degan: "Biz tarixda ko'rilib boqmagan dunyo va ocharchilik krizisiga duch kelyapmiz. Ukrainadagi urush, ko'p yillardan buyon paydo bo'lgan klimatning nacharlashishi, Xitoy virusi yuqumi qatorliqlar masalalarni texmi murakkablashtiryapti." Norvegiyadagi bir kichik klubga qartilgan qurolli hujumda 2 odam o'lib 27 odam yaralandi. Norvegiya doiralari bu voqeani terrorlik harakati deb jakoladi. Davlatning terrorlik ogohlantirish darajasi eng yuqori bo'lgan 5-darajaga o'stirildi.